Assalomu alaykum do'stlar. Hammaga yangilik. Subsidiya bugundan boshlab e'lon qilindi. Subsidiya e'lon qilindi do'stlar. Kim ishlab yurgan bo'lsa, oylig'i 3,5 milliondan iborat bo'lgan bo'lsa, subsidiyaga ariza berishingiz mumkin. Subsidiya deganda, mana uy-joylar olish subsidiyasi qanday bo'ladi? 3,5 milliondan baland bo'lgan oylikda odamlar ariza berishi mumkin. Shunda davlat 30 million yordam puli beradi uy-joy olaman deganlarga, yana 5 yilgacha shuning 5%ni to'lab beradi. Nomida uy-joy bo'lmasligi kerak. 30 balgacha sanaladi do'stlar. Bolalar birinchi 10 balimiz degani shu 3,5 milliondan ortiq pul olib turgan bo'lishi kerak bo'ladi. Ikkinchisi, agar invalidnosti bo'lsa-da, unga 5 bal qo'shiladi. Invalidlik qarab o'tirgan odamlarga da 5 bal qo'shiladi. Spravkalar bilan tasdiqlanadi ular. Oylikdagi odamlarga da bal qo'shiladi. 7,5 milliondan 8,5 milliongacha bo'lgan oylikdagi odamlarga bal qo'shiladi. 9 millionlik yana oylikdagi odamlarga bal qo'shiladi do'stlar. Shunga qarab turib ballar hisoblanib, subsidiya davlat tomonidan yordam sifatida pul beriladi uylar olish uchun. Davlat qarorlari bilan 18% kreditlar beriladi 20 yilga. Bu 20 yil bu imtiyozli muddatlar, imtiyozli kreditlar bilan oldin to'lab bo'ladigan bo'lsangiz, uning orqasida qoladigan yillarga hech qanday hisob-kitob qilinmaydi. Rossiyada ishlab yurganlarga da imkoniyat berildi. Notariusdan ishonchnoma olasiz va ana shu o'g'lingiz, farzandingiz Rossiyada ishlab yurgan odam nomidan yagona darchaga ariza berasizlar do'stlar. Farzandlari, ayollari shu yoqda bo'lsa, ularning hamma ma'lumotlarini qo'shib topshirasizlar. Boshqa savollar bo'lsa telefon qilib so'rashlaringiz mumkin.